Komiljon aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Bugun siz bilan hayot va xayol yo'llarida suhbatlashmaymiz. Siz bilan shaxmat o'ynaymiz. Yo'q, shunaqa. Kelishdikmi? Kelishdik. Shaxmatda ko'rishishadi oldin. Ko'rishishadi. Raqiblar. Marhamat. Mana. Ana. Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz yuridik fanlari doktori, professor Komiljon Sindorov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Avvalo mana shu ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana shu o'tayotgan Mohi Ramazon oylarimiz barchamizga barakotli yillar bo'lsin. Xonadonlarimizga, yurtimizga qut baraka olib kelsin. Rahmat sizga. Biz ham sizni hayot va xayol yo'llarida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hayot va xayol yo'llariga o'zingiz keldingiz. O'zingiz bilan birgalikda nimani olib keldingiz? Bu aslida olganda bu ko'rsatuvni bir qaraganda men nomini ko'rib o'ylaganman. Juda falsafiy bir chuqur ma'no borga o'xshaydi, chunki hayot va xayol yo'llari. Deb qaraydigan bo'lsangiz, hayotimiz o'zi bu so'qmoqlardan iborat. So'qmoqlardan. Men o'zimga qiyoslayman, men doimo yurganimda ko'pincha piyoda yuraman. O'zim yolg'iz yurishni yaxshi ko'raman. Yolg'iz yurishni yaxshi ko'raman, doimo o'ylab yuraman. Xayollar bilan. Mana shu asarlarimdagi asosiy g'oyalarni ham o'sha yurishlarda topaman. O'sha o'zim bilan o'zim qolib ketayotgan paytda mana shu g'oyalar kelaveradi. Keyin ularni yozish qiyin bo'lmaydi. Ularni keyin o'tirganimda shanba, yakshanba yoki bo'lmasam bir dam olishga borgan paytimda o'tirib yotib, asosan g'oyalar mana shunda keladi. Xayolda tug'iladi-da. Hayolda tug'iladi. Hayolda tug'ilib, shu ma'noda men aytdimki, bu qarang, qandaydir bir ramziylik borga o'xshab ketdi men uchun. O'zimga bir yana mana shu nomni o'zidan nimadir topgandek bo'ldi. Rahmat. Hayot yo'llarida, demak, har qanday fikr, har qanday asar xayolimizda tug'ilib, keyin hayotga ko'chadi. Aslida hammamiz ham yo'ldagi odammiz. Yo'ldagi odammiz. Yo'lda yurgan odamga har doim nima kerak? Yo'lovchiga nima kerak? Yo'lovchiga hamroh kerak. Hamroh kerak. Birinchi navbatda uzoq yo'lga safarga chiqqanda. Endi men boya aytgan o'zim yolg'iz yuraman deganim bu ham to'g'ri, lekin ba'zi yonimda hamrohim bo'lsa, u bilan gaplashib ketsam, u ham qanday? O'zingizni fikrlaringizni tasdiqlatib, o'zingizni fikrlaringiz bilan o'rtoqlashib, fikrlar bilan qandaydir aniq qilish uchun albatta yaxshi hamroh kerak. Keyin safarga chiqqan odam, yo'lda yurgan odamga men o'ylaymanki, doimo yonida mana shu o'ziga yaqin bo'lgan odamlarga qarab ketayotgan bo'lish kerak. Masalan, yo'l sizni qayerga olib boryapti? Bu ham juda muhim. Agar u yo'l sizni bir nurli manzilga olib borayotgan bo'lsa, yaqiningizga borayotgan bo'lsa, yoki falsafiy ma'noda oladigan bo'lsak, bir nurli chamanlarga, gulshanlarga olib borayotgan bo'lsa, albatta u siz mana shu xayol bilan yo'lda qanday ketayotganingizni o'zingiz yaxshi his qila boshlaysiz. Inson qaysi yo'lga ketayotganini, qaysi yo'lga borayotganini o'zi his qiladimi? Albatta. Biladimi inson? Oldimizda ikkita yo'l bor o'zi aslida. Bu ezgulik yo'li. Shaxmat singari. Qora oq. Biz mana bu yerda ham bunday o'ylab qarasang, xuddi hayotdan shaxmatni o'zi. Bunday qaraydigan bo'lsang, hamma narsa mana shu maydonda. Agar buni hayotni maydon deydigan bo'lsak, bizning yashayotgan makonimiz deb hisoblaydigan bo'lsak, kimdir ezgulikka qarab ketyapti. Kimdir o'zi bilib bilmasdan yovuzlikka va yomonlikka qarab. Demak, inson o'zi bilyapti-da qayerga ketayotganini. O'zi biladi, albatta biladi, chunki bilmaslik mumkin emas. Lekin unga bahonalar ko'p. Masalan, yovuzlikka ketadigan odam hech qachon aytmaydi, men yovuzlikka ketyapman demaydi. U aytaylik, pul topish maqsadi. Majburman deydi. Hayot meni majburladi deydi. Yo'q, hayot hech qachon majburlamaydi. Hayot senga ikkita imkoniyatni beryapti. Har doim. O'sha ezgulik yo'li bilan, yaxshilik yo'li bilan pul topish, davlat topish, baxtli bo'lish mumkin. Lekin ko'pchilik lekin sal murakkabroq. Oson yo'lni ko'zlashadi-da.
oson yo'lni ko'zlaganlar esa nima bo'ladi? Uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi. O'sha osongina bir narsaga erishadi, lekin uni oson yo'qotadi, hayoti ham barbod bo'ladi, umri ham barbod bo'ladi. Tushundim. Mana bizni kasbimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, men o'ylayman, shu jinoyat sodir bo'lmasligi mumkinmi deyman. Albatta mumkin edi. Ba'zi aytadi, yo'q, men yetishmovchiligim bor, meni oilamda unaqa edi. Shuning uchun men o'g'irlik qildim yoki shuning uchun men yomon yo'lga kirdim degan gapni aytadi. Bu bahona. Bu bahona. Bu nafs. Bu bahona. Agar ishlagan, bugun mana mamlakatimizni ko'ring, agar ishlagan inson uchun hamma sharoit bor-ku. Ishlab baxtli bo'lish. Ishlayman degan odam uchun. Ishlayman degan odamga, mehnat qilaman degan odam qancha tashabbuslar bor, qancha yurtimizda sharoit yaratilyapti. Bulardan foydalanmaslik mumkin emas. Mumkin emas. Mumkin emas. Faqat bahona qilish mumkin. Bahona qilish mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, unaqangi insonlarni ojiz insonlar deb bilaman. U insonlar albatta bir kun tuzalish yo'liga o'tish kerak-da. Lekin ojiz inson deyapsiz-da, lekin o'sha ojizlikdan ham kuchni topsa bo'ladi-da, to'g'rimi? Ojizlikda ham kuch bor aslida. Albatta. Quvvatda ham ojizlik bor. Albatta. Mana shaxmatni hayotga qiyosladingiz-da. Ustasisiz, chempionimizni bobosisiz. Buni har bittasini o'zining nomi bor-da. Shunday. O'zining o'rni bor. Agar shuni hayotga qiyoslaydigan bo'lsak, bu hayotda kim shoh, kim fil, kim ruh? Endi Chunki hammasini o'zining o'rni bor-da, nomi bor. O'rni bor, to'g'ri. Hayotda o'xshatasan. Endi mayli shoh masalasida gapirmaylik. Chunki bu hammaga ham bo'ladigan imkoniyat emas. U minglab odamlar orasidan tanlab kimgadir yo'qadigan mansab, maqom, umuman o'zi shoh bo'lish bu juda ham katta. Tanlanadi. Tanlanadi. U tomondan tanlanadi, o'zi tanlaydi. Endi boshqa dona mana otni olaylik. Bu imkoniyatlari katta. Ot sakraydi. Ya'ni yagona shu maydondagi yagona shu boshqa piyodalarning ham boshqa sipohlarning ustidan sakrab o'tish imkoniyatiga ega bo'lgan yagona mana shu sipohimiz bu ot hisoblanadi. Ot hisoblanadi. Imkoniyati keng. Imkoniyati keng. U bilan shuning uchun ham mana Javohir ham o'ynaganda ot bilan yaxshi o'ynaydi. Otni yaxshi o'ynatadi. Ot bilan o'sha dona surishni yaxshi ko'radi. Boshqa sipohlarimiz ham aytaylik, ruh, fil, bular ham o'ziga yarasha kuchga ega, lekin baribir otning o'ziga yarasha. Endi orasida mana bitta mana 8 dona piyoda bor. Piyodalar nima uchun? Kim ular piyodalar? Piyodalar bular bunday qaraydigan bo'lsang, bu juda ham kuchsiz dona hisoblanadi. Shaxmat donasi kuchsiz. Bu hali lekin bunda bitta imkoniyat bor. U hech birida yo'q. Hatto bu shaxta ham, otda ham yo'q. U har yurgan sari, ya'ni raqibning maydoniga o'tib oxirgi 8-chi, mana 2-dan 8-ga borgandan keyin bu mana bu farzin maqomiga, ya'ni ega bo'la oladigan. Nafaqat farzin, u xohlagan sipohning o'rniga, ya'ni sizning xohishingiz bilan xohlasa ot bo'lsin, xohlasa ruh bo'lsin, xohlasa fil bo'lsin, mana shu. Ya'ni bu yurgan sari kattarib boraveradi, imkoniyati oshib boraveradi. Shuning uchun ham yurishiga bog'liq, o'ziga imkoniyat ochadi. U oxirigacha agar yetib borsa, u maydondagi eng kuchli figuradan biriga aylanadi. Ana shuning uchun ham biz aytamizki, kim piyoda, kim otliq deymiz. Ikkalasida ham imkoniyat bor. Otliq bu o'zining imkoniyati bor, piyodalar ham xuddi shunday. Hayotda ham xuddi shunday hammamiz imkoniyatlarimiz bor. Yo'lovchimiz, piyodamiz. Harakat qilsak, hamma narsa qo'limizdan keladi. Harakat qilsak, yetib boramiz manzilga. Buning uchun niyatni katta qilish kerak. Niyatnimi, maqsadnimi? Endi niyat maqsadga ko'chadimi? Niyat maqsadga ko'chadi. Ikkalasi bunday qarasa yaqinlik tomoni bor, tomonida. Men mana shu nimaga erishgan bo'lsam, niyatlar bilan qilganman. Masalan, xushnoslikka o'qishga kirishni 6-sinfda niyat qilganman.
o'sha paytda bu niyat bo'lgan. Bu hali maqsad bu keyin men o'qishni bitirib yuridik fakultetga o'qishga kirganimdan keyingina bu maqsadga ko'chgan. Endi bo'lishim aniq bo'lgan. Lekin bizda bitta narsa borda, odamlardan men ba'zan so'rayman, amallar niyatlarga bog'liq degan bu hadisda payg'ambarimizning gaplari. Amallar niyatlarga bog'liq. Ya'ni sen niyatni qancha qilsang, shunchalik ko'p narsaga erishasan. O'zimizda ham maqol bor bu. Sen Allohdan tog'day tilaver, qirday beradi deydi. Beradi, Kamtarlik qarang, qirday beradi deydi. Ana shu ma'noda men aytamanki, yana niyatning yana bitta tomoni bor. Niyat uchun sizdan hech narsa talab qilmaydi. U tekin, arzon narsa. Faqat to'g'ri niyat qilishni bilish kerak. Imkoniyat darajasidagi niyatni qilish kerak. Mayli. Imkoniyatni o'ylab qilish kerakmi? Imkoniyatni o'ylab qilish kerak, lekin imkoniyatdan ortiq bo'lsa ham u zarar qilmaydi. Yo'q. U o'zimiz bilan. Men o'zimiz bilan. Men shu narsaga amin bo'ldimki, hatto yaxshi niyat uchun ham Allohning savobi bor ekan. Hali amalga oshirmadingiz, yaxshi niyat qilib qo'ydingiz. Men kimgadir shu bir yaxshilik qilaman deb niyat qildingiz. Yo bo'lmasam kimgadir nimadir olib beraman dedingiz, yo mana Mohi Ramazon oyida kimgadir bir savob qilib bir dilingizga tuydingiz. Dilingizga tuydingiz. Shuning o'zi ham niyat ekan. Hali amalga oshmasa ham. Nimadir bo'ldi-yu, amalga oshmay qoldi. Kasallandingiz yo o'sha paytda mablag'ingiz bo'lmadi-yu, lekin qilgan shu niyatingizni o'zi ham savobi keladi. Go'zal. Ana qarang. Shunchalik bizda imkoniyat bor ekanki, biz shundan savob olsak ham bo'lar ekan, shundan ham savob. Tekin narsani nima uchun qilmasligimiz kerak? Niyat qilaverishimiz kerak ekan. O'zi aslida tekin narsani biz qilmaymiz-da. Ana shu. Puli bor narsa, gunoh narsani ko'p qilamiz. Mana hozir tekin narsa pul talab qilmaydi. Mehr ham xuddi shunday. Mehr ham tekin. Lekin ayaymiz, qizg'anamiz. O'zi bunday qarasa. Nima uchun? Sabab. Bu endi sababini men juda ko'p o'ylaganman. Nima uchun odamlar bir-biriga yomonlik qiladi? Nima uchun odamlar shu mehrni ayaydi bir-biridan? Bu endi agar bir diniy anavlarga qaraydigan bo'lsa, ko'pchilik aytadi, bir shaytonning ishi u yoq deydi. U narsa ham yo'q. To'g'ri, bunday qaraydigan bo'lsang, mayli shayton to'g'risida yana qilmaylik, lekin aslida har bir odamning ichida bir qandaydir meni bor-da. Hammani ichida bor. O'shani yenggan, o'sha bilan birodarlashgan odamgina o'zini to'g'ri yo'lga sola oladi. U men demak dushmanda bizga. U men bizni doimo o'sha sen hammadan kuchlisan, sen nima uchun unga xizmat qilishing kerak, sen nima uchun unga yolinishing kerak, sen unga nima uchun bo'yin egishing kerak, sen nima uchun u senga qilmayapti-ku degan gapni ichingizdan aytib turadi-da. U bor hamma narsamizda. Masalan, agar o'ylab ko'ring, mana kimgadir bir 3-4 marta yaxshilik qilaverdingiz, yaxshi qilib, u sizga yomonlik qilsa, ichingizdagi boyagi men sizni qaytaradi. Yo'q, borma deydi, bo'ldi deydi. Bu deydi, seni haqorat qilyapti, seni kamsityapti, sendan foydalanyapti degan gapgacha boradi-da. Ana o'sha narsa bor. Endi bu insonni menimcha qandaydir Alloh tomonidan berilgan bir o'zini o'zi boshqarish anaqasida bir me'yori bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ana shu me'yor ushlab turadi-da. Lekin buning uchun nima kerak? Buning uchun ilm kerak. Ilm kerak. Ilmli bo'lmagan odamning o'ylash doirasi bu bir qishloqcha. Tushundim. Ilmi borniki esa dunyocha. Dunyoni ko'rgan qanday? Lekin qishloqda yurgan odam hali hech narsani ko'rmagan, dunyoni ko'rmagan odam ilmsiz odamning u o'zicha o'ylaydi. O'zicha shuni to'g'ri deydi. O'zicha aytadi. Men deydi bu odamdan deydi xayrim kam deydi. U deydi bo'lsa bo'pti, u deydi rahbar bo'lsa bo'pti yoki bo'lmasam ayol bo'lsa bo'pti. Men undan xayrim kam, men undan ustunman degan bir fikrni o'zida jamlab olgan. Ana shu narsa uni qo'ymaydi. Shu nuqtai nazardan o'sha yomonlik ham shundan kelib chiqadi. Menga deydi anaqa qilganda, mana men bunday qildim, mana shu mish-mish, fisq fasodlar, mana shular hammasi. Aytishadi-ku, sen nafsni boshqarmasang, nafs seni boshqaradi-da va o'sha ichingdagi menni uyg'otadi. Man degan narsalar chiqib ketadi. Manmanlik degan narsa shundan chiqadi. Demak, siz aytayotganingizdek, o'sha nafsni tarbiyalash uchun har bir insonga ilm kerak. Albatta. Ana shu
ilm bizda men juda ham ko'p o'ylayman, ilmsizlik bu zimiston hayot degani. Zimiston hayot. Ya'ni ilmsiz odamni ko'rga o'xshatish mumkin. Dunyoni ko'rmaydi, tavakkaldan yuradi. Yo'l, to'g'ri yo'l qayerda, egri yo'l qayerda, qayer yaxshiligi, qayer yomonlik. Buni sezmaydigan odamlar ana shu ilmsizlik. Men shu ko'p o'qiyman, shu ajdodlarimiz buyuk bo'lgan, nima uchun shular buyuklik darajasini egallagan degan bitta narsani o'ylab qoldimda, keyin shuni topganday bo'ldim. Demak, komillik da'vosi qilish uchun bugun hamma qilishimiz mumkin. Men ayniqsa men yoshlarga ko'p gapiraman. Baraka topkirlar. Bu yurishingga yurish demagin. Bu o'rta miyana odamning yurishini qilmanglar deyman. O'rta miyana odamning yurishi bu emaklab yurishdek gap. O'sha Konfutsiyning gapi bor. Men harakatlanyapman deb emaklab yurgan bo'lsang, undan hech foydasi yo'q degan gap aytyapti. Bu emaklab yurish emas deyapti. Jadallik bilan yurish kerak. Yurish haqiqiy yurishni qilish kerak deyapti. O'sha davrlarda aytgan qarang bu gapni. Bugun men aytamanki, sizlar bugungi kundan imkoniyatlardan foydalaninglar. 3 ta narsa bor. 3 ta narsa. Birinchisi biz aqlimizni charhlab turishimiz kerak. Ya'ni kunda 1 soat ilm. Kamida 1 soat. Kamida. Ko'p bo'lsa yana yaxshi. Bu demak bizning aqlimizni charhlaydi. Insonning aqli ko'paygan sari nimasi kamayib boradi? Aqli ko'paygan sari yo'q, menimcha aql ko'paysa hech narsa kamaymaydi. Hech narsa yo'qmaymiz. Biz ko'proq narsaga ega bo'lamiz. Taassurotlarimiz ko'payadi, mehrimiz ko'payadi, oqibatimiz ko'payadi. Dunyoni bilgan inson uchun hamma narsa menimcha yaxshilik bo'lib kelaveradi. Aqlli insonni gapi ko'p bo'ladimi, qo'rquvi ko'p bo'ladimi? Aqlli insonda albatta qo'rquv ham bo'ladi. Qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv ham bo'ladi, chunki u devorning ortida narigi tomonda nima turganligini, narigi qirg'oqda nima borligini biladi. Ko'rko'rona o'rmonga chopib kirib ketmaydi. Yanada ehtiyotkor bo'ladi. Ehtiyotkor bo'ladi. Uning uchun qurol olish kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak qandaydir. O'sha dushman bilan hatto yog'iy bilan urushayotganda ham Amir Temurni mana oling. Nima uchun aql bilan? Bobur nima uchun 300 ta askar bilan Hindistonni bosib oldi? Gap shundaki, aql bilan. Aql bilan, o'sha ilm bilan. Amir Temur juda ma'rifatli, juda bilimli inson bo'lgan. Qur'onni boshdan oyoq yoddan bilish bilan birga hatto teskarisidan ham o'qishni bilgan. Mana bu har kimga ham beriladigan emas, juda yoshligidan. Mana shu. Ikkinchisi, men gapimni davom ettirib olay. Ikkinchisi bu bir kunda kamida 1 soat jismoniy tarbiya. Bu jismni poklash. Ana birinchisi aqlni charhlash edi, ikkinchisi jismni poklash. 1 soat demak jismoniy tarbiya hammamizga kamida 1 soat. Albatta. Va uchinchisi bir kunda 1 soat ibodat, bu qalbni poklash. Endi ibodat degani u faqat namoz o'qish boshqalar emas, ota-onangni borib ko'rgin, holidan xabar olgin, telefon qilib qo'ygin. Bu ham bir ibodat. Yo'lda yotgan toshni olib tashlagin, bu ham bir ibodat. Aytayotganingizdek yaxshi niyat ham bitta ibodat. Yaxshi niyatning o'zi ibodat. Shuning uchun aytyapman, mana shu 3 ta narsani qilsak biz komil inson bo'lamiz. Ota-bobolarimiz o'sha orzu qilgan, ota-bobolarimiz o'sha ilmli bo'lgan insonlar. Ham ilmimiz bo'ladi, ham jismonan sog' bo'lamiz, ham qalban pok bo'lamiz. Yana nima kerak bizga? Demak, inson uchun yaratgan hamma narsani berib qo'yibdi. Faqat biz undan foydalanishni bilishimiz kerak xolos. To'g'ri foydalanishni. Nima bo'lganda ham bilasiz, hammamiz yo'ldagi odamlarimizda ba'zida o'sha to'g'ri, noto'g'ri yo'llardan yurishimiz bu taqdirimizmi yoki bilib bilmay qilgan xatolarimizmi? Chunki aytayotganingizdek ilmli inson ham adashishi mumkin-da. Xatolik, adashish bu har bir insonga xos bo'lgan narsa. Umuman olganda so'ramoqchimanki, xatolar insonga nimani o'rgatishi mumkin? Xatolar ham bu har bir insonning hayotida uchraydigan narsa. Agar xatolar bo'lmaganda edi, biz balki o'sha qilayotgan ishlarimizning qadrini bilmasdik. Xatolar borki, ular bizni to'g'ri yo'lga soladi.
adashib to'g'ri yo'lni topamiz. Chunki hammamiz ham hayotga bir marta kelganmiz, hayot yo'llaridan bir marta o'tamiz. Bir marta o'tamiz. Bir marta o'tamas, bitta joydan ikki marta o'tamiz mening xayolimda. Masalan, nima uchun? bitta yo'ldan qaysi ma'noda nimani nazarda tutyapsiz? Bizni mana agar tug'ilish bilan o'limni o'rtasini biz oladigan bo'lsak, bir marta borish bor. Ha. Bir marta yana o'sha joyga Qaytish bor. Bu juda falsafiy narsa. Qarang, eshikni ochgan odam yopishni ham bilish kerak. Albatta. Kirish bor, chiqish ham bor. Shuning uchun men aytamanki, mana u tog'ning ustida mana bizni aytaylik o'sha tug'ilishimizdan boshlab toqqa qarab yurdik deylik, ya'ni balog'at yoshiga, ya'ni biz yuksaklikka qarab ketaveramiz. 10 yoshimizda o'zimiz taniymiz, boshqa bo'layapti. Shu yo'ldan borib aytaylik 60 dan keyin qaytamiz. Yana asta-sekinlik bilan 80 ga kirgan insonlar aytadiki, bolaga o'xshab qolibdi deydi-ku. Orqaga qaytadi. Bu nima, bu to'g'rimi? Ya'ni shu yo'ldan qaytadi. Meni falsafam. Nimaga qaytish kerak? Qaytishni men sizga hozir tushuntiraman. Ya'ni shunday yo'lki bu, biz yurgan yo'limizda aytaylik daraxt deb, savobni aytaylik biz o'zimizning daraxtlarimiz deb. Mana men ketyapman. Mana Samarqand tomonga ketyapman. Samarqanddan qaytishim kerak. Qo'shrobod. Qaytishim kerak. 60 ga borganda urib qaytaylik deylik. Men shungacha agar daraxt ekib ketsam, daraxtlarim asta-asta hosilga kira boshlaydi. Endi 60 da men qaytaman u. 60 da men daraxt eka olmayman. Endi uning hosilini terib qaytib kelib turin. Ana bu oxir oqibatim 80 yoshda ham men shogirdlarim, farzandlarim, ekkan mevalarimdan bahramand bo'lib turin. Ya'ni shunchalik piru badavlat bo'lib qarayman. Ana bu falsafa, shuning uchun ham aytaman, baraka topinglar. Hozir kuching borida daraxt ek. Men Javohirda aytaman, so'rab qolganda, Javohir uncha pul olibdi, buncha aytaman, men ekkan daraxtlar hosilga kira boshladi deyman. Alloh qachon hosilni beryapti deb qo'yaman, maqtanib qo'yaman-da. Ya'ni men hozir mana shuncha o'qidim, mana shuncha shogird, farzandlarim hamma narsam joyida. Endi hozir men agar shu orqaga men 65 ga kirdim, orqaga qaytayotgan bo'lsam, bemalol o'sha daraxtlarni mevasidan yeb, soyasida o'tirib, mazza qilib qaytayman. Endi agar shu narsalarni ekmagan odam bo'lsa, endi soya yo'q, meva yo'q. Ana o'zi bir o'zi yolg'iz, yonidagi qadrdonlar ketgan bo'ladi, kimdir vafot etgan, kimdir ajralgan, do'stlarim kam qoladi u paytda. Endi bir o'zi boyagi cho'lda kelyapti odamdayda. Ana bu narsadan yomon. Ana shunday deyishim. Tushundim. Daraxtning soyasi haqida chiroyli gapirdingizda, soya faqat quyoshdan yashirinish uchun kerakmi? Soya nima uchun kerak o'zi? Chunki hamma, nafaqat daraxtning soyasi bor, bizning ham soyamiz bor. Hamma narsaning o'ziga yarasha soyasi bor. Gapimizning soyasi bor. Soya nima uchun kerak? Soya endi bu daraxtning quyoshdan bizni pana qiladigan soyasi bu jaziramada kerak. Aslida bunday bo'ladigan bo'lsang, har narsa borki, nur borki, albatta soya ham bor. Shuning uchun buni o'xshatish mumkin. Masalan, bizning hammamiz mavjudotmiz, hammamiz bormiz bugun. Soyamiz bo'lishi bilan birgalikda qandaydir bizning bir aksimiz ham bor. Ya'ni biz uni bilib bilmaymiz, biz bilan yonma-yon yuradigan. Biz bilan sherik bo'ladigan. U soyaday orqamizdan ergashadi. Mana soyangizni hech qachon tashlab keta olmaysiz. Qayerga borsangiz ham, hatto hech kim borishi mumkin bo'lmagan joylarga borganingizda ham soyangiz orqangizdan boradi. Demak, tiriklikning borligining belgisi. Borlik belgisi. Bu yurakdagi qandaydir o'sha bunday olib qaraydigan bo'lsang, qalb deb tushunsa ham bo'ladi. Qalb. Ya'ni qalb bu siz bilan doimo birga. Uni tashlab keta olmaysiz. Uni bir yerda mana shu yerda o'tirib turib, men hozir kelaman deb ayta olmaysiz. Shuning uchun u soya xuddi shunday. Aql bilan qalb singari. Aql bilan qalb. Bilasiz, hayot uchrashuv va xayrlashuvdan iboratga o'xshab ko'rinadi. Boya yuqorida ham misol keltirdik. Eshikning ochilishi bor, yopilishi bor. Aql bor, qalb bor. Ana shu uchrashuv va xayrlashuv o'rtasida siz gapirayotgan katta hayot borda. Sizningcha
bugungi yoshingizda, bugungi tushunchangizda hayotning haqiqati deb nimani tushundingiz? Va kecha hayotning haqiqati siz uchun nima edi? Umuman hayotga nisbatan munosabatingiz, haqiqatingiz o'zgardimi? Bugun hayotning haqiqati nima deb bilasiz? Albatta inson bu voyaga yetgan sari, keksaygan sari o'sha hayotni o'z qarishida o'lchay boshlaydi. Har kimning o'z qarashi bor. Kimgadir masalan hayot bu nafas olishda, nafas olish, yashash. Lekin aslida bu men o'ylaymanki, hayot bizga berilgan sinov davri. Hayot bizga berilgan muhlat, fursat. Ya'ni ikki eshik orasidagi biz yashab o'tadigan va ko'proq savoblar qiladigan davr. Masalan, inson o'zi uchun nima kerak? Men oldinlari o'ylaganman-da, oldin mana shu farzandlarim anaqa bo'lganda shu bolalarimning baxtli bo'lishi, bu shu o'zim yaxshi yashashim, mana shu bir hayot deb tushunganman yoshligimda. Keyinchalik hozirgi davrda men yo'q, bu narsa bilan chegaralanmayman. Men ko'proq manfaat qilsam, o'zimdan iz qoldirsam, o'zimdan meva qoldirsam, o'zimdan daraxtlar, shogirdlar yetkazsam, ko'proq manfaatim tegsa, ertaga bir manzilga borganda, o'sha eshik oldiga borganingizda, qaytib borganingizda baribir o'tirib bir ortingizga qarash fursati bo'ladi. Sarhisob bo'ladi. Shunday qaraganingizda ortingizda hech narsa bo'lmasa nima bo'ladi? Uyalmaslik kerak. Ana shunda uyalmaslik kerak. Ana shunda ortingizda bir nurli manzillar, joylar bo'lishini bu endi albatta kerak. Chunki masalan, agar yashayman desangiz, hozir hayotni oddiy kirib turib, har kuni yurasiz, yeguligingiz, ichkilingiz bordir, balkim kirib chiqib, gashtaka bordingiz, gapga bordingiz, choyxona unaqalar bilan o'tib ketishingiz mumkin. Bu kimningdir hayot falsafasi, do'stlar bilan o'tirib borib dam olish boshqa. Yo'q, mening tushunchamda hayot u emas. Men mana shu hozir o'zimni umrimni nevaralarimga bag'ishlaganman, ularni olib yurganman, ularni hozir ham olib chempionlarni, mana 3 ta chempionni tarbiyaladim. 3 ta chempionni umrimning bir katta qismini shularga bag'ishladim. Uchalasini ham chempion qildim. Hozir mana 4-nabiramiz bor. Ularning ismi nima? Shohruh. Javohir, Islom, Humoyun va Shohruh. Hammasi o'g'il. Hammasi o'g'il. Qizlardan chiqmadimi? Qizlardan ham hozir chiqyapti. Hozir qizlar ham chempionlarimiz bor, ular ham aytaman. Yaxshi. Hozir mana Muslima degan qizimiz bu gimnastika bo'yicha. Yaxshi. Shaxmat bo'yicha emas. Yo'q, shaxmat bo'yicha. Shaxmat ko'proq o'g'il bolaga xos o'yinmi? Yo'q, qiz bolalarga buni farqi yo'q. Ikkalasi uchun ham qizlarga ko'proq. Lekin nimaga o'g'il bolalar chiqyapti chempion? Yo'q, chunki bizda mana shu bir davrda shunday bo'lib qoldiki, qiz bolalarga xos emas, qiz bolalar endi bizda unchalik bu e'tibor berilmagan ota-onalar. Aslida e'tibor bersang hozir ham chiqadi. Hozir mana endi yoppasiga mana shu qizlarimiz chiqqandan keyin, yigitlarimiz chiqqandan keyin kelishyapti. Qizlar ko'p, akademiyangizda qizlar ko'p. Chempionlar ko'payyapti. Bu keyin masalan boshqa sport turlari bor. Aytaylik, masalan boksga tushayotgan ayollarni ko'ramiz, futbol o'ynayotgan ayollarni ko'ramiz. Ulardan ko'ra bu jozibali. Yo'q, bu yaxshi. Ayollarga bu chiroyli, bu go'zal. Chiroyli. Mana yaqinda Samarqandda bir anaqamiz bo'ldi. Grand Swiss degan turnirimiz bo'ldi. Shu yerda dunyoning hamma yerdan ayollar, erkaklar kelib o'ynashdi-da. Volontyorlar bor, volontyorlar. Qizlarda endi hammasi ingliz tilini biladigan, zo'r qizlar, universitetlarda o'qiydigan qizlar. Deydi hammasida shu, hammasi bilan gaplashsam, biz ham shaxmatchi bo'lib, qarang bularga sharoitni qarang, bularni o'ynashini qarang deydi, bularni qanday juda go'zal, kelishlarini qarang deydi, chiroyli bo'lib kelib o'ynab ana qiladi, ketadi. Yutgandan keyin g'ururlanib ketishlarini qarang, chempion bo'lishlarini qarang bularni deydi. Bizlar ham deydi shu paytda bilmabmiz deb shunaqangi kuyjal bilan gapiryapti, afsuslanyapti. Men ham afsuslanaman. O'g'lim o'ynaydi, shaxmat bilan shug'ullanadi. Nimaga men shaxmat bilan shug'ullanmagan ekanman? Shunaqa chiroyli, shunaqa nozik o'yin. Shu o'rinda bir narsani so'rayman. Shaxmat o'ynayotganda sportchilarimiz, shaxmatchilarimiz ko'proq aql bilan ish qilish kerakmi yoki qalb bilanmi? Aql ko'proq, lekin qalbga ham quloq solish kerak, lekin baribir shaxmatda aql. Shaxmatda yo'q, boshqa sport turlarida ham kuchdan tashqari kuch ba'zan mana futbolda ham aytadi, kuchi bor, chopadi, tezligi bor, lekin aqli yo'q. Aqli yo'q deydi. Aqli yo'q degani nima degani?
u vaziyatni baholay olmaydi. U ochiq turgan odamni ko'ra olmaydi. To'g'ri. Biz mana Humoyun nabiramiz shaxmatda Osiyo chempioni bo'ldi, jahon chempionatlarida ham ishtirok etib o'rinlar olgan. Keyin uni futbolga berib yubordik. Endi shaxmatchi bittasi hozir O'zbekiston terma jamoasida 17 yoshgacha o'ynayapti. Yaqinda katta sahnaga chiqadi. Shundagi bitta men anaqani bilaman, u shaxmatchi endi. Maydonni yaxshi ko'radi. Maydonni yaxshi ko'radi, o'sha tashlab berishlar, aqlli ishlarni qiladi-da. Ish bu masalan har qanday anaqaga emas. Shuning uchun ham aytaman, albatta hozirgi yoshlarimiz shaxmat u professional darajada bo'lishdan qat'iy nazar o'rganish kerak. Bu hayotda qaror qabul qilishni, o'sha sabrni, bardoshni o'rgatadi. Keyin hozir mana aqlimizda charxlaydigan ikkita narsa qoldi. Xo'p, nima ekan? Birinchi kitob, Ikkinchisi. ikkinchi shaxmat. Ikkalasi ham bir xil. Yana bitta vosita bor. Bu insonlarni hozirgi internetdan, telefon kasalligidan saqlab qolish, omon saqlab qolish mumkin bo'lgan ikkita narsa, u ham bittasi kitob, bitta shaxmat. Mana men ko'pchilikka anaqa qilaman, aytaman, bolam telefondan bo'shamayapti, shuning jinnisiga aylanib qolgan deyishadi. Men aytaman, shaxmat o'rgataman. Shaxmat. Akademiyaga xuddi mana shu muammo bilan kelayotgan ota-onalarni ko'rdim. Bolamni olib kelyapman, lekin telefonga berilgani uchun olib kelyapman. Olganimdan keyin biroz qiynalyapti. Savdoyiga o'xshab qoladi, savdoyiga o'xshab qoladi. Hozir mana butun dunyoda chiqyapti, hatto ota-onasini o'ldirishgacha bordi, yaqinda internet ishi chiqdi. Telefonni olib qo'yganlarni mana shunday. Bu narsadan qutqarishni hozir yoshlar bilish kerak. Mana hamma yerda hozir shaxmat to'garaklari, klublar ochyapmiz. Shaxmatga mamlakatimizda shaxmat eng pulli sport turiga aylanib qoldi hozir. U hatto professional darajada shug'ullanuvchi uchun eng katta daromadli sohaga aylanib qoldi. Shuning uchun agar men aytaman ota-onalarga marhamat, agar professional shug'ullanmasa, mayli boshqa kasbni egallasin, lekin hozir bolalarni ana shundan qaytarish uchun o'rgatish kerak. Yo'li shu. Qaytaring, uyda ham o'ynab o'tiraveradi, o'yinlarga keladi, turnirlarga qatnashadi. Albatta bu yo'ldan qaytadi. O'zidan qaytadi. O'zidan. Faqat to'g'ri yo'lni ko'rsata bilish kerak. Chempionlarning bobosisiz. Havas qiladi ko'pchilik sizga. Kuni kecha Jahon Kubogi sovrindori g'olibi Javohir Sindorovning bobosi sizga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Bu g'oliblik, bu mukofot nafaqat sizlarniki, butun O'zbekistonniki bo'ldi. To'g'risi ko'zda yosh bilan qabul qildik va biz ham farzandi o'sha shaxmat bilan shug'ullanadigan, ayniqsa onalar biz ham havas qildik, niyat qildik, duo qildik. Javohir Sindorovni bobosi bo'lish qanchalik baxt, qanchalik mas'uliyat? Endi Allohga shukr, meni maqomlarim ko'p. Yozuvchiman, fan doktori, professorman, mana shaxmat akademiyasining rahbari, federatsiyada rais o'rinbosari bo'laman. Lekin mana shu maqomlarim ichida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosiman, olim sifatida ham ko'pgina ishlarim bor. Lekin bitta maqom bor, u aytaman Javohir Sindorovning bobosi ekanligim. Eng oliy. Eng oliysi. O'zi bunday qaraydigan bo'lsang, davralarga borganda ba'zan do'stlarimiz tanishadi, Komil aka Sindorov deydi, ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Bu kishi fan doktori, yuridik fanlar doktori, sudda, prokuraturada ishlagan, Jizzaxda, Toshkentda, u yerda ishlagan, bu yerda ishlagan, Yozuvchilar uyushmasining a'zosi deb tanishtirsa ham boyalar rahmat deydilar. Keyin oxirida aytadi. Bu kishi tanimadi, Javohir Sindorovning bobosi desa, o'rnidan turadi-da, o'rnidan kelib boshqadan xuddi qadrdondek quchoqlaydi. Quchoqlab, ana bu aytaman, mening hamma qilgan ishlarim bitta bo'ldi, lekin mana bu qilgan ishim bir juda ham men o'zim bundan faxrlanaman. Mana odamlar aytadi-da, mana siz ham hozir aytdingiz, o'sha ular Javohir o'sha Hindistonda Gaoda chempion bo'lganda begonalar ham, yurtdoshlarimiz ham yig'lagan. Duo qildik. Hammasi o'zlarining aqtun. Endi buni o'sha yerdan kuzatayotgan, masalan, meni
ayolimning tasavvur Sizlar bordilaring, yonlarida edilaring, ko'rdik biz. U endi u narsani U boshqa tasavvur qilish. Undan keyin mana prezidentimiz Javohir bilan ulanib, men telefonimda ulab berib turing, keyin telefonda gaplashdi. Ulardan keyin o'sha yerda eng anaqasi qiziqarlisi o'sha yerda yopilish marosimida Javohirni tabriklab, Javohir ustidan zarlar sochib endi ko'rgan samasini. Ko'rdim. O'sha paytda Javohir deyapti organizator tashkilotchilar. Senga bitta sovg'amiz bor deyapti. Hamma anaqalarni berib bo'ldi, sovg'alarni berdi, kubiklarni oldi. Yana qanaqa sovg'agan deb kutib tursa bir payti prezidentimizning o'sha Olimpiada shaharchasi ochilishdagi nutqini Javohirni tabriklaganini o'zbek tilidagi anaqasini qo'yib yubordi. Shundan 1 soat oldin bo'lgan-ku o'sha narsa. Shuni qo'yib yubordi-da, butun dunyoga olib berilyapti, butun dunyo ko'rayotgan juda hayajonlandi. O'zbek tilida shu narsa ketdi-da. Odamlarda shunday tushuncha bo'ldi, bizdan so'rashyapti. Nahotki prezidentlar shuncha odamni yig'ib shu bayram qildi shu Javohir anaqasiga. Biz aytdik, mana shunday bizda. Bizning prezidentimiz shunaqa. Mana shunaqani ko'rdingizmi? Bitta anaqa shuncha odamni yig'ib bitta stadionda qarshi olishdi prezident boshchiligida deganimizdan keyin bu ayollar haqiqatda O'zbekiston qadrlaydilar. Bizda qadr bor. Chempionlarga, insonga qadr bor. Keyin Javohirda gapingizni bo'ldim, Komiljon aka. Taqdirlash marosimida prezidentimiz shaxsan o'zlari tabriklagan paytlarida siz ham yonlarida edingiz. Qisqa suhbatda bu iste'dodni asragin deb aytgan ekanlar. Iste'dodni qanday asrash kerak? Endi buning yo'llari ko'p-da, tushunchalari ko'p. Haqiqiy iste'dodni qanday asrash kerak? Avvalo iste'dodni asrashdan oldin iste'dodni aniqlash kerak. Men juda kuyunchalik bilan gapiraman. Har gapimda gapiraman, shuni gapirishdan anaqa qilmayman. Bitta gapni aytaman. Bizning bolalarimizday iste'dodli bola yo'q. Buning sabablarini bilmayman men. Sabablari birinchi navbatda ota-bobolarimiz genlari. To'g'ri. O'sha genlar baribir bizda bor o'sha. Bor. Hozir masalan dunyoning mamlakatlarini olib ko'ring. Masalan hatto o'sha iqtisodiy rivojlangan davlatlarda ham bizdagi chempionlarcha chempion yo'q. Chunki biz bu shaxmat turi bilan shug'ullanganimizga qisqagina davr bo'ldi-da. Qisqagina davrda Nodirbek, Javohir mana butun bir avlod shakllanib kelyapti-da. Bu qayerdan kelib qoldi bu avlod? Deydigan. Chunki bular yaqinda shug'ullanishni boshladi, yaqinda ko'p bo'lgani yo'q. Ko'p bo'lgani yo'q hali. Rustam Qosimjonov boshlab bergan bo'lsa 2004-yilda, shuni orqasida Rustam Qosimjonovning sharofati bilan bitta avlod yuzaga keldi. Endi hozir Javohir, Nodirbeklarning orqasidan qancha odam ketyapti. Endi men shunchani aytamanki, bolalarimiz juda ham iste'dodli. Lekin ota-onalar hali tushunib yetmayapti. Bularda e'tibor kam. Ko'rmayapti. E'tibor. Chempionlikning yo'lini so'rashadi mendan. Men aytaman, yo'l ikkita. Birinchisi boladagi iste'dodni to'g'ri aniqlash, ikkinchisi unga kimdir mas'ul bo'lish, ya'ni e'tibor. Ana shu ikkita narsa qo'shilsa chempion. Xohlagan bolamizni chempion qilib berish mumkin. Mumkin. Faqat shu ikkalasi qo'shilishi kerak. Aniqlash va e'tibor. Iste'dodli bolamizning ota-onasi e'tiborsiz. Ota-onasi e'tibor berayotganda iste'dod kamroq. Ana bu narsa. Iste'dod bor unda ham, lekin shaxmatga bo'lmasa mumkin. Kimdadir futbolga, boshqa sportga, boshqa ilmga bo'lishi mumkin. Lekin uni masalan, shuning uchun men aytaman, iste'dodni oldin aniqlamasdan turib, biz noto'g'ri yo'ldan ketib, tupukka borib qolishimiz, bosh berk ko'chaga kirib qolishimiz kerak emas. Bolani o'sha yoshlikdan o'zi olib ketadi. Masalan, Javohirni men qanday aniqlaganman? Javohirni iste'dodini aniqlash uchun u 3 yoshdan boshlab qara jadvalni bilgan. 4 yoshda u har qanday katta sonni qo'shishni bilgan. Bu ham ahamiyatli. Bu ham ahamiyatli. Shaxmat uchun ahamiyatli. Shaxmat uchun ahamiyatli. Albatta bu narsa matematikani bilishi, o'sha sonlarni aniq qilishi, bu ya'ni xotira bilan bog'liq bu. Bu xotira kuchli bo'lsa shuncha. Shuning uchun o'sha biz hozirdan yoshlar bolalarimizga o'sha sonlarni o'rgatish kerak. Hozir ham mana kichkina nevaralarimga ham sonlarni o'rgataman. Qara-qarani yoki bo'lmasam o'sha sonlardan boshlayman. Shu sonlarni agar ular kattalardek qo'shib ayiradigan bo'lsa, ko'paytiradigan bo'lsa, bu o'sha shaxmatga daxldorligini bildiradi. Hali maktabga bormasdan bu ishni qiladigan bo'lsa, menda Islom ham, Humoyun ham, Javohir ham, hozir mana Shohruh ham xuddi shunday iste'dodli bo'lgan. Va ota-onalar bor, haftada 2-3 marta boryapti, shu bilan 1 soat boryapti. Bu kam. Chempionlik uchun, qahramonlik uchun bu kam. Uning uchun o'zining bir kunda o'sha 4 soat, 5 soat shug'ullanish kerak. Undan tashqari.
o'sha bilan birgalikda. Ya'ni o'sha shaxmat bilan har qanday sportda ham men bilaman 4 soat, 5 soat, keyin katta bo'lganda hatto 8 soatgacha shug'ullanish bo'ladi. Ana shu narsa. Endi buni tashkil qilish kerak, buni sharoitini yaratish kerak, buni imkoniyatini qilish kerak, buning moliyaviy masalalari bor, qancha bu yerda og'ir. Hozirgi biz yaxshi bo'lib qoldi, davlatimiz yordam qilyapti. Lekin u paytlarda yordam degan narsa yo'qdi. Biz o'zimiz qilardik buni, ota-ona. Shuning uchun ham og'ir bo'lardi buni. Shuning uchun ham biz islomni hatto tashlab yuborishga, undan ketishga, o'sha sen to'xtab tur endi akang chiqsin degan gapni aytishga, Humoyinni futbolga berib yuborishga majbur bo'lganmiz. Chunki shaxmat u paytda unaqa sharoit yo'q edi. Unaqa sharoit yo'q edi. Keyin shaxmat doimiy chet elga chiqish kerak. Doimiy safarlar. Yoningizdan xarajat qilishingiz kerak edi. O'sha paytlarda bu og'irdi. Shuning uchun og'irlik qilgan, hatto oilamizning ham kuchi yetmay qolgan shu ba'zi paytlarda, chunki doimiy safarlarda olib yurish, 2-3 ta bolani olib yurish o'zi bo'lmaydi. Oxir bitta Javohirni qoldirganmiz. Javohirdan men o'zim ketganman, ba'zan ayolimiz ketgan. Oilamiz bilan shuni anaqa qilamiz. Endi bu istidodni aniqladingiz, qiziqishi bor, bularni ham aniqlaganingizdan keyin jiddiy shug'ullanish ketdi. Ana shuning oqibatida har qanday bola bizda chempion bo'la oladi, agar shu bilan shug'ullansa. Tushundim. Endi bu yerda albatta bu yerda yana ilm kerak. Ilm kerak. Ilm kerak. Nima uchun ilm kerak? Mana men hatto o'zim shaxmatchi bo'lmaganman. Shaxmat o'yinini bilganman, lekin havaskor shaxmatchi. Unday uyimizda unaqangi bizda professional shaxmat chiqmagan. Lekin men shuni o'rganishga o'zim majbur bo'lganman. Chunki Javohir bilmaydi uni. Uni qayerda o'ynash kerak, qachon o'ynash kerak, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qaysiga bormaslik kerak. Bular. Ya'ni Javohirni doimiy monitoring qilib borganman. Javohir 9 yoshda qanday o'ynayapti? Magnus 9 yoshda qanday o'ynagan? Rustam Qosimjonov 9 yoshda qanday o'ynagan? O'rgangansiz. O'sha reytinglarini yozib borib olganman. Shunday bir payt bo'ldiki, Javohir hammasidan ustun edi. O'sha yoshda. O'sha yoshda. O'zining yoshida hammadan ustundi. Lekin borib kelishga mablag' yetishmayapti. Yevropaga boraverish kerak, turnirga qatnashaverish kerak o'sha paytda Javohir 12 yoshi 10 oyda dunyoning eng yosh grossmeysteri bo'lgan. 12 yoshi 10 yoshda. Iste'dodni asrash, iste'dodni avaylash mana shunaqa bo'ladi. Siz aytayotganingizdek bo'ladi-da. Komiljon aka go'zal Samarqand shahrining Qo'shrobod tumanida tug'ilgan ekansiz. O'sha yerda tug'ilib, o'sha yerda o'qigansiz, asosiy ish faoliyatingizni o'sha yerda boshlagansiz. Samarqand shahrida, keyin yana Jizzax, keyin Toshkent. Umuman hayotingizdagi Samarqand, Jizzax, Toshkent sizga nimalarni berdi, nimalarni oldi? Haqiqatda men o'sha Qo'shrobod tumanida bilasiz, bu Qo'rg'on dostonchilik maktabi bor. U yerda mana biz bobomiz Ergashjimon Bulbul o'g'li o'sha baxshi, dostonchi, 45 ga yaqin dostonlarni yoddan bilgan o'sha ulug' inson o'tgan, fenomen xotirali inson bo'lgan. Mana shu insonning avlodlarimiz. Ko'pincha Javohirni so'raganda ham balkim xotirasi u kishinikiga o'xshagandir deydi, chunki xotiraning anaqasi u kishida O'zbekistonda o'sha davrda Xodizarf aytganki, shu Ergashjimon Bulbul bobodek men xotirasi kuchli insonni ko'rmaganman degan ekanda. Shu insondan biz baribir o'sha qishloqda tug'ildik, otamiz o'qituvchi, onamiz kutubxona mudiri edi. Qishloqda olgan, men qishloqdan juda ham mamnunman. 10 yil qishloqda bo'ldim endi, mana 10 yilimiz maktab davrim, yoshligim. Bog'cha yo'qdi bizda, qishlog'imizda. Onamga etagiga yopishib shu kutubxonaga borib o'tirardik. Bog'chamiz o'sha yerda. Birga o'tirib. Qarang, ahamiyatli-da. Shu men o'ylaymanki, mana shu birinchidan kitoblar meni nima qildi? Kitoblarni o'qib o'sha yerdagi hamma kitobni o'qib oldim. 10-sini bitirgancha. Kitoblar meni kasbga yo'lladi. Levshenning asarlarini o'qigandan keyin, Agata Kristilarni o'qigandan keyin men tergovchi bo'lish, prokuror bo'lish orzum tug'ildi, qarang. Kitob meni anaqa. Ata biz bilan o'qiganlar, men 6-sinfda shu narsani aytsam, ko'pchilik kulardi. U qanaqa kasb, nima qiladi derdi. Tushuncha yo'q edi, yo'q edi. Menda u tushuncha u yoqda tursin, menda niyat bor edi. O'qiganingiz uchun. 6-sinfda bir o'zimga yarasha bir xotiramni saqlab qo'yaman. Mening bir umrimning rejasini qilib qo'ygan ekanman. O'sha yerda yuridik fakultetga kirish, huquqshunoslik, prokuror bo'lish, sudya bo'lish yozganmisiz? Yozganman. Hatto qachon uylanishimni yozgan ekanman, qarang, 6-sinf bolasi.
o'zingizni hayotingizni so'zlarini o'zingiz yozgansiz. O'zim yozganman. Rejamda mana uni programma maksimum, programma minimum deb qo'yganman. Hammasini yozib chiqqan ekanman. O'shalar qarang, hammasi amalga oshdi, hammasi. Bugun ham yozasizmi? Bugun yozmayman. Bugun yozmayman, lekin hayolimda ular juda ham mustahkam. Buni qarangki, har bitta gapirayotgan gapimizni, yozayotgan so'zimizni javobi bor-da. Yozayotgan so'zlaringiz ezgulik yaxshi bo'lgani uchun javobi ham yaxshi bo'lgan. Keyin shu bilan mana u paytda bizga aytishdiki, yuridik fakultetga endi u payt bilasiz 78-yilda yuridik fakultetga o'qishga kirish har kimga ham emasdi. Uni agar biliming yaxshi bo'lsa ham u subyektiv faktorlar, shunga ishondim ham keyinchalik. Lekin men odamlar aytganda ham, hatto o'qituvchilarimiz aytdi, sen o'qituvchini o'g'li bo'lsang, sen puling bo'lmasa, qanaqa sen o'qishga kirasan? 6 medal bilan bitirgansiz maktabni. Undan ko'ra deyapti, boshqasiga kira qol deyapti, kuching yetganiga deyapti, kirasan deyapti unga deyapti, ishonamiz deyapti. Lekin yurfakka emas deyapti. Men yo'q dedim, men orzuyim shu, shunga kiraman, boshqasiga kirmayman turib olganman. Allohning bir karomati bilan eng oxirgi bo'lib kirib oldingiz. Eng oxirida 60 ta bola kirgan bo'lsa, 60-manda men. Voy, niyatni. Lekin qizil diplom bilan bitirdim. Va dars ham bergansiz, o'qigan oliygohingiz universitetda. Yaxshi o'qiganim uchun olib qolishdi. Prokuraturaga ketib turgan joyimda o'sha paytda endi gidelenlar bu anaqada O'zbekistonda o'zini ishlarini qilib yurgan paytda paxta o'zbeklar ishi degan ishlar ochilgan payti bo'lgani uchun menga endi amakilarimiz, jiyanlarimiz bordi, olim, professor, ular universitetda qolib hozircha anaqa turing, keyin bu tinch zamon bo'lsa keyin ishlaysan degan gapni aytgan. To'g'ri qilgan ekanman, ilmga boshlagan. O'zi ilmga ham baribir anaqam bordi. Shu bilan o'sha universitetda 3 yil o'qituvchi, 3 yil aspiranturada o'qib, 90-yilda o'sha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgandan keyin Samarqandda. Toshkentda himoya qildim, lekin Samarqandda o'qiganman. Toshkentda bo'ldi u paytda. Shu bilan birga birdaniga Respublika prokuraturasiga ishga kirib ketdim. Endi chunki u gidelenlar ketib mustaqillik boshlangan payt, mustaqillik shabalari esgan, o'zimiz anaqa Respublika prokuraturasida ish boshlaganda endi o'yladimki, mana endi niyatimga yetdim. O'sha yerdagi aytgan o'qituvchi baribir men o'qituvchi, mendan o'qituvchi chiqishini chiqmaydi. O'zim niyatga xalaq beradi. O'qituvchi chiqsa keyin baribir hozir ham o'qituvchiman, hozir ham bunday qilsa pedagogman. O'sha sud prokuraturada ishlagan davrlarimda ham dars berishdan tolmadim. Chunki ilmiy ishlarimni qildim, doktorlik dissertatsiyasini himoya qildim. Bulardan keyin baribir ilm ham qolib ketish kerak, ilmni ham parallel olib borganman. Amaliyotchi olim sifatida men aytaman, doim o'ylaymanki, olim amaliyot bilan bog'liq bo'lishi kerak. Bugun prezidentimiz talabi ham shuku. Agar nazariyalar bilan qilingan ilm, men o'ylaymanki, u juda ham sayoz bo'ladi. Agar u ilm amaliyot bilan bo'lsa, menda bitta ustunlik bor, o'sha ham bo'lsa, amaliyotni ko'rganim, prokuraturada, sudda ishlaganim, hammasini ishlaganim. Bugun shuning uchun ham o'sha bolalarga dars berganimda ham juda jonli, qiziqarli o'tadi. Bolalar ham demak, sizga yordam bergan, ancha. Yordam bergan. Shu o'rinda bir ozginagina she'ringizni o'qisam maylimi? Boshim teshar darbadar o'ylar, ular menga dardini so'ylar. Armonlarim ko'rsatar bo'ylar, o'zim bilan o'zim qolganda. Haqiqatdan ham juda ham katta mansablarda ishlagansiz, prokuraturada ishlagansiz, yuridik sohani odamisiz, hattoki jurnalist ham bo'laman degansiz, sirtdan o'qiyman degansiz. She'r yozadigan odam, kitob yozadigan odam, asar yozadigan odam yuridik sohada qanday ishlashi mumkin? Endi bilasiz, ijodkorning qalbi baribir boshqacha bo'ladi-da, u o'zining dunyosida yashaydi. Endi men to'g'risini aytay, men hatto shu prokuraturada ishlab yurganimda, sudda ishlab yurganimda ham negadir siz shu baribir yumshoqsiz degan gaplarni ham eshitganman-da. Ha, eshitgansiz. Bu baribir she'r yozadigan odam unday qattiqqo'llik qila olmaydi. Yaqinda shu bir asarimga o'sha ya'ni o'zimning shu obrazimni asarlarimdagi Sanjarbek, Faxriddin Karimov obrazlariga singdiryapman. O'shanda Sanjarbekdan so'raydi-da. Sanjarbek aka, siz deydi, shu deydi, negadir boshqachasiz deydi. Siz o'z boshqa sohada ishlashingiz kerak deydi. Ko'ngilchansiz, qanaqadir odamlarga mehribonsiz, shu anaqa jabrlanuvchi mayli u yoqda tursin, guvoh yoki bo'lmasam o'sha jinoyatchi bilan ham sizlab gaplashasiz, ularni qanday hurmatini joyiga qo'yasiz deydi-da.
ya'ni sherigi so'rayapti. Ya'ni viloyatda ishlaydigan sherigi so'rayapti-da. Xuddi shunday bo'lgan menga ham. Men o'sha tuman prokuraturasiga rahbar bo'lib ishga bordim. Bir militsiya xodimi militsiyada ishlaydigan bo'lim boshlig'i ekan. Material olib keladi prokurorga. Kelib eshikdan kirib turib, shunday eshikda turib, mana shunday turibdi-da endi. Men materialni ko'rib chiqishim kerak, bir balkim 15 minut, 20 minut so'rayman undan. O'tiring desam o'tirmaydi-da. Keyin o'tiring deyapman. Keyin o'tiribdan biroz turdim. Bizlar bilan ham odamdek gaplashadigan insonlar bor ekan-ku deb. Odamlar bor, odamlar. Mendan oldingisi endi bir kasbdoshimiz qattiq qo'lroq bo'lgan ekan. Ya'ni u kishi hujjatni ko'rayotganda hatto xonasiga ham kiritmas ekan. Shu eshikni oldida mana shunday turish kerak ekanda, simirna bo'lib turdi. Menda u narsaning yo'q deyman. Men aytaman, u kelib gaplashaman, urma. Shunga aytamanda, qanday ishladingiz bu sohada? Qiyin bo'lgan. Ba'zan shunday bo'lgan, lekin bitta narsa bor. Odam hech kimni bu bilan bir kimnidir suiiste'mol qilishi sizda mensimaslik yoki bo'lmasam sizni so'zingizni qilmas, yaxshi gap bilan o'sha narsani qilish mumkin. Men ko'pchilik bilan ularni o'sha yaxshi so'zim bilan, hatto mana shu sudda ishlaganimda ham bir chol kampirlar o'tiradi anaqada kutibda endi. Yoniga borib so'rayman, "Otaxon, siz nimaga keldingiz?" deyman. Ana bo'lmasa. Nega ertalabdan beri bu yerda o'tiribsiz deyman. Masalan, uni har kim ham so'ramaydi. U rahbar. Ayniqsa yuridik sohadagilar. Men so'rayman, uni keyin olib chiqaman, xonamga olib chiqaman. Keyin choy berasiz, bir choy piyola. beraman, bir piyola, keyin dardini eshitaman. Keyin aytamanki, baraka topkur, nimaga o'tiribsiz desam, bitta bir bor qog'oz olish kerak. Dublikatini olish kerak. O'tiribdi. Bolalarga aytaman, "Ey, baraka topkur." Darrov bergizib yuboraman. Bolam deb duo qiladi. Ana shu duoda ham katta gap bor. Komil aka aytganingizdek har xil odamlar borda. Bugun ham bor bo'ri sifat odamlar. Kecha ham bo'lgan bo'ri sifat odamlar. Bo'ri sifat odamlar ertaga ham bo'ladimi? Bo'ladi. Ular nima uchun bor? Ular bizlar ularning bo'riligini ko'rib turishimiz uchun, bilib turishimiz uchun, ular kerakmi? Ogoh bo'lishimiz kerak. Ular kerakmi? Kerak. Ogoh bo'lishimiz uchun kerakmi? Ogoh bo'lishimiz uchun kerak. Biz doimo shu to'g'ri yo'lni tanlab, nima bo'lsa ham mana shular borligini sezib yonimizda shunaqangi demak insonlar, shunaqangi qarashlar, shunaqangi demak bizni har qadamda g'ajib tashlashga tayyor bo'lgan insonlarni ko'rib turishimiz kerak. U hayotda ham, jamiyatda ham, hatto tabiatda ham shu narsa bor. Agar kim kuchsiz bo'lsang, yeb qo'yishga tayyorlar bor. Bu jamiyatning qonuni. Bular men o'ylaymanki, bitta narsani men yaxshi bilaman, ulardan qo'rqmaslik kerak. Ulardan qo'rqmaslik kerak. Lekin qo'rquv bor-da baribir. Qo'rquv bo'ladi. O'zimiz uchun bo'lmasa farzandlarimiz uchun bor. Qo'rquv bo'ladi. Tabiiy bu. Men ham shu mana shunaqalarda ko'p oyog'imdan chalishlar bo'lgan, ba'zan kimdir anaqa qilib turdi. Lekin men bilasizmi, shu ularga kimdir aytadi, bizda noto'g'ri shu ham narsa ekan, islomda bitta narsa bor ekanki, shularni Allohga soldim deyish kerak emas ekan. Ularga eng yaxshisi Alloh insofini ber deyish kerak. Insof so'rash kerak. Ana shundan ham. Yo'q, kuchi yetmagandan keyin Allohga kifoya deymizda. Yo'q, u ham noto'g'ri ekan. U ham insof so'rash kerak-da. Eng to'g'ri yo'l insof so'rash kerak ekan. Men shunday qilganman. Insof so'raganman. Ey Allohim, shu odamga ham insof ber deganman. Lekin men mana hayotda mana shunaqa vaziyatga 3-4 marta tushgan bo'lsam, hammasi keyinchalik mening foydamga hal bo'lganda. Insof so'raganingiz uchun. Shunday balkim shunday deb o'ylayman. To'g'ri gapirganingiz uchun. Chunki u qilaman degan yomonlik aslida yaxshilik bo'lib chiqqanda. Uni oxirida keyin men bilganman, men shu odamga yaxshi ham o'sha paytda bir narsa tilamagan ekanman. Bu odam menga haqiqatda yaxshilik qilibdi-ku. Men aslida shu narsa menga ko'proq narsa bergan keyinchalik. Shuni aytadi-da, har bitta gapirayotgan gapingni o'ylab gapir, chunki uni javobi bo'ladi deb. Balki javobi shudir. Javobi shu. Shuning uchun biz ayniqsa o'sha birov to'g'risida gapirganda mish-mishlar, boshqa albatta hech bo'lmasa sukut saqlashni bilishimiz kerak-da. Sukut saqlashni. Birov to'g'risida masalan yomon gapirishni, yaxshi gapirishni iloji bo'lmay qoladi ba'zan.
Eng yaxshi javob Eng sukut. yaxshi sukut. Javob bermaslik. Javob bermaslik ham bitta javob. Istaylik, istamaylik, boya yuqorida aytganimizdek, o'sha qo'rquv baribir o'zimiz uchun bo'lmasa ham farzandlarimiz uchun bo'ladi-da, ayniqsa bir ayollarda, onalarda. Ba'zan o'sha bo'ri sifat odamlardan yoki o'g'rilardan uyimizni, molimizni, farzandimizni, avtomashinamizni asrash uchun qulf solamizda. O'g'ri o'sha ichkarida qolib ketgan bo'lsa-chi? Unda qulflashni foydasi bormi? Yo'q. Endi uni qulf bilan bu narsalar bilan albatta saqlab asrash qiyin juda ham. Chunki mana jinoyatchilikda qancha qo'riqlaymiz, qancha odamlar qo'yamiz, lekin baribir jinoyat qilyapti-ku. Hozirgi davrga kelib turib jinoyatchi uydan chiqmasdan jinoyat qilyapti. To'g'ri. Bormasdan qilyapti. Qilaman degan odam onlayn orqali qilyapti, internet orqali qilyapti. Shuning uchun bu hozir qulflar, boshqalar bunday qiladigan bo'lsa yordam bermaydi. Uning uchun agar sizni sahoblaringiz ko'p bo'lsa, sizni o'zi asraydigan amallaringiz. O'sha amallaringiz sizni baribir asraydi. Shuning uchun yaxshilik qilib ketaverish kerak. Yaxshilik qilib ketaverish kerak. Sizga yomonlik qilganga ham insof so'rab, yaxshilik qilib ketavering. Buni albatta o'sha baliq biladi, baliq bilmasa xoliq biladi deydi. Shu gapga kelamizda baribir. Siz o'zingizga ko'pincha qanday yaxshilik qilasiz? Endi men o'zimga dam bermayman-da, shunisi bor. Bu yaxshilikmi? Bu inson o'ziga dam bermaslik yaxshilikmi? Bu yaxshilik. Chunki agar men bir marta hozir dam bersam, shu komfort zonaga o'rganib qolsam, balkim shuni ertaga chiqa olmay qolishim mumkin. Keksalik ham baribir o'zini ta'sirini qiladi. Shuning uchun men hamisha bardam bo'lishga, o'sha kunda 1 soat sport bilan shug'ullanishga, hozir katta tennis o'ynab kelyapman, hatto bugun ham o'ynadim. Har kuni o'ynashga o'sha 1 soatlik o'sha rejamni buzmaslikka harakat qilaman. Bu balkim endi ko'pchilik o'rganib qolishdi. Uydagilar ham hammasi bilishadi meni. Hatto men uncha-muncha tadbirlarga ham ba'zan buzishimga ham to'g'ri keladi. Yo qoldirishga yo boshqa, chunki juda ham intizomliman. Shu o'rinda aytayaptimki, men bugun nimaga erishgan bo'lsam, shu intizom bilan, ichki intizom bilan. O'sha rejalaringiz, yozib qo'ygan rejalaringiz. O'sha miyamdagi fikrlarni yoki bo'lsam kundalik qiladigan ishlarimda bir kunda 1 soat kitob o'qiyman, bir kunda 1 soat u mening qilayotgan ishlarimdan, yozayotgan she'rlarimdan, asarlarimdan tashqari. Bu bizga Alloh 7 soat uyquni bergan, 7 soat uxlasak bo'ldi. Demak, o'zingizga nisbatan adolatlisiz, a? Adolatsiz emassiz. Yo'q, adolatliman. Lekin sizga hamma yerda ham adolatman, men o'ylayman. Adolat juda ham katta narsa. Qo'lingizdan kelyaptimi? Kelyapti. Demak, inson harakat qilsa keladi, o'ziga nisbatan adolatsizlik qilmaydi, adolatli bo'ladi. Yo'q, inson hech yerda adolatsiz bo'lmasligi kerak. Kichkinagina bir adolatsizlik katta janjallarni keltirib chiqargan. Katta urushlarni keltirib chiqargan. Shuning uchun Amir Temur bobomiz kuch adolatdadir deb qo'yapti. Ya'ni insonning kuchi adolatda. U o'zingizga nisbatan, birovlarga nisbatan ham, masalan, men asarlarimda asosan nima o'g'ay qo'yaman? Bitta kichkinagina adolatsizlik ertaga katta xatolarni intiqom olishga, odamlar o'limiga sabab bo'ladi. Chunki bitta adolatsizlik ertaga orqasidan boshqa natijalarni keltirib, kulfatlar, fojialarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, bitta adolatsizlik qilmagan odamni qamadingiz, ertaga uning hayoti barbod bo'ldimi? Xotini anaqa bo'ldi, o'g'illari, farzandlari ko'chada qoldi, ayoli anaqa bo'ldi. Mana shu bilan bitta yaxshigina oila barbod bo'lyapti. Ana buning ertaga xunini kim to'laydi? Ana buning xunini. Shuning uchun ham men aytamanki, jamiyatda eng katta narsa adolat. Masalan, bu ayniqsa masalan biz sudyalarga bugun adolat joyidami? Bugun o'rnidami? Adolat endi bundayda, adolat mana yoshlarimiz chiqyapti, har holda dunyo qarashi to'g'ri, ilmli agar bo'lsa, haqiqatda adolatni, ya'ni dini diyomat, islomni bilsa, qonunlarimizni bilsa, adolatni ushlash mumkin. Sizga rahmat mazmunli suhbatingiz uchun. Bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez, aniq, qisqa javob berishga harakat qilasiz. Qayerdamiz, qayerga ketyapmiz? Bugungi kunda biz bir nurli manzilga qarab ketyapmiz. O'zbekiston, qaysi aytayapman, shaxsan men ham shunday. Tushundim. Nimadan olisdasiz?
Men ota-onamdan olisdaman endi. Ota-onam o'tib ketgan. Mana shularni hozir ko'p o'ylayman. Yonimizda bo'lganda, shu kunlarimizda, Javohirda shu kunlarni ko'rganda, sherik bo'lganda o'ylayman. Mana shu baribir mendan ota-onam hozir olisda baribir. Ularga oxirgi marta aytgan gapingizni eslay olasizmi? Oxirgi so'zingizni. Oxirgi so'zim Tiriklik paytlarida. endi onam komaga tushib qolganda gaplashganmiz, lekin onam shu paytda eshitib yotibdi-yu, lekin o'zi ovoz bermaganda shu tikilib yonida 10 kun tepasida turganmiz. Aytadigan gaplarim armon bo'lib qolgan. Chunki birdan shunday bo'lib qolganda, endi yana komaga tushib qolgan, hech o'ylamagan joydan 65 yoshda, mana hozir mening yoshimda o'sha olamni tark etgan. O'sha paytda o'zimiz ham yosh bo'lgan ekanmiz. Anglamaganmiz. Bir rizochilikni ham olishga bir u paytda fursat yo'q deb bilganmizda. Umringiz uzoq bo'lsin. Nafas. Nima? Yashamoq. Nafs. Nafsmi? Nafs endi bu insonga berilgan aytamanki ojizlik. Bitta so'z ayting. Bitta so'z ayting. Qanday bo'lishining farqi yo'q. Farqi yo'q. Birinchi xayolingizga kelgan Baxt. so'z. Baxt. Baxt umringiz yo'ldoshi bo'lsin. Haqiqatan ham baxtlisiz. Chempionlarni bobosisiz. Faxrimizni bobosisiz. Sog' bo'ling. Bizda bilasiz, ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Oq hamda yashil. Nima uchun qora emas? Shaxmatchi. Endi qora meni hayolimda baribir Qorami? yomonlik timsoli. Shaxmatda qora bor-da. Endi yo'q, qora u joyida turaversin. Ramziy sifatda olingan, lekin baribir hayotda qora bo'lishdi. Bo'ldi, tushundim. Oq va yashil nima uchun? Oq endi poklik. Oq ko'ngillik, oq gullar, ko'p narsani oqqa qarashadi. Ya'ni o'sha poklik ramzi sifatida. Yashillik endi bu tabiatning rangi. Tiriklikni, mavjudotning rangi bo'lgani uchun ham hamma yaxshi ko'radi menimcha. Tushundim. Sizga rahmat, chiroyli izoh bo'ldi. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz. Bilasiz, bu hayot suratini, hayot manzarasini nimagadir aks ettirib chizish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Hayotni boyaga aytgan, menga agar qo'limga qalam bersa, ya'ni ikki eshik orasini chizgan bo'lardim. Odam ketyapti, izlari qolyapti, ortida ikkita insonligini ikkita qilib chizib berardim. Birinchisi demak o'sha savoblar qilgan inson, ikkinchisi hech narsa qilmasdan o'tgan inson. Borish qaytish. Ha, yurgan bilan iz qolmasligi mumkin-a? Iz yo'q, bittasida bog'roq qolgan, bittasida iz. Yo'l bor, lekin iz yo'q. Iz qolmasligi ham mumkin-da, demak, a? Iz qolmasligi mumkin. U qadamlar bo'lishi, oyoq bo'lishi ahamiyati yo'q. Iz degani. Tushundim. Poyabzal izi qolishi mumkindir. Juda ham chiroyli izoh, juda ham chiroyli hayot manzarasi. Mana shu chiroyli manzarani hozir bizga chizib berishga harakat qilasiz. Marhamat. Endi men shundan endi chizasiz-da endi. Bir lahza sen bilan do'st, lekin ketishga hozirlanyapti bugun. Umr azizlar, bizda buguncha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.